G'allaorol tumanida tug'ilgan. Hozirda tumandagi Oltinboshoq ashula va raqs xalq ansamblida faoliyat olib boradi. Ko'hna zamin ohanglari respublika festivali ishtirokchisi. Bugun esa Alla teletanlovining final bosqichida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritish niyatida. Voy jonim bolamdan aynalang jonim qizim. Akajoni o'ynab bir kiribdi-yu, uyqusini qochirib qo'yibdi. Voy asal qizim. Uxlang asal qizim. Hali yaxshigina orom olishingiz kerak jonim qizim. Alla aytay oromlarga bilansina allaya kokillari jamalakka ulansina allaya alla aytay oromlarga ulansina allaya kokillari jamalakka bilansina allaya uxlab orom olsin Laylo qizalog'ima allaya umrimdagi xazinama oy baldog'ima allaya 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 alla jonim qizim orom olsina alla oftobimday nur afshonim nurli qizim allaya tunda oyday charog'onim nurli qizim alla alla busim Laylo qizim Laylo namo allaya kulgichlari yarashganim jonim qizim allaya 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 alla qizalog'im uxlasina jonim bolam alla alla aytsam osmonlardan nurlar yog'sina alla momo havo yulduzlardan durlar sochsina alla otajoning boshingga toj jonim qizim allaya onajoning mehri quyosh oyim qizim alla alla aytay oromlarga bilansina allaya kokillari jamalakka ulansina allaya bog'imdagi navniholim jonim qizim allaya gulzorimda sara gulim gulzorim alla alla aytay jonim qizim orom olsina alla Laylo namo Laylo qizim uxlasina alla